Eshitaman Abdulhay. Og'a, bolalar qochib ketibdi. Men bu yer qandan? Qayoqqa ketishganini aniqlang. Qayerga ketishganini bilamiz, og'a. Suriya konsulxonasiga hujum qilgani ketishibdi. Jin-ursin. Siz kelguncha hech nima qilmadik. Yaxshi qilibsiz. Bizdan boshqa hech kim kirmasin. Bu yerga kirish uchun kimdan ruxsat so'radingiz? Ha? Hammasiga tayyormiz afandim. Buni ham hisobga olganmiding? Og'a, bu nima qilganingiz? Endigina ayolning qayerdaligini aytmoqchi edi. Ayolning qayerdaligini aniqladingiz deylik. Tashqariga qanday chiqasiz, ha? Politsiyani ketkazib yuborsangiz ketamiz. Boshqa buyrug'ingiz bormi? Nima qilib qo'ydingiz o'zi? Boshqa davlatning elchixonasiga kirish urushga sabab bo'ladi. Nega siz kirdingiz? Isroil sizga qarshi urush boshladimi? Menga uning badali qanday to'latilganini bilasanmi? Badal to'lash kerak bo'lgan odam faqat menman. Unda bizni fosh qilmay qanday chiqarmoqchisiz? Kiyinib tayyor turinglar.